Yaxshi remontli, o'zining mebel texnikalariga ega, улучшенный planirovkada 2 xonali xonadon. Manzilimiz esa Yunusobod tumani 19-mavzeda joylashgan bo'lib, 2 xona 2-qavat 5 qavatli dom. Umumiy maydonimiz esa 60 kvadrat metrni tashkil qiladi. Uyimizni bahosiga keladigan bo'lsak, video so'ngida aytib o'tamiz. Unda uyimizning obzorini birgalikda ko'rib chiqamiz. Mebel texnikalar bilan birgalikda, undan tashqari ipoteka xizmatiga ham to'g'ri keladigan foizli xonadon xohlaganmidingiz? Bu videoni siz aniq ko'rishingiz shart. Mo'ljalimiz esa dom-malyutki. Balkonimiz 2 ga 6 metrni tashkil qiladi. Uyimizning remonti a'lo holatda. Lokatsiyamiz juda qulay joyda joylashgan bo'lib, yo'nalishli avtobus ko'ngilochar maskanlarga juda ham yaqin. Xonadonimiz sizga yoqgan bo'lsa, bitta like qilmasangiz, uyimizni bahosi bilan tanishtirib o'tamiz. Ushbu videoni uy sotib olmoqchi bo'lgan yaqin do'stingizga jo'natib qo'yishni unutmang. Uyimizni bahosiga keladigan bo'lsak, 74.300 ni tashkil qiladi. Baraka uylar sizga eng yaxshisini ulashadi.